Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, Jizzaxliklar va Jizzax ahli. Bizning yangi ochilgan Vatfo do'konimizda mana Xudo xolasa bahor yaqin sezon kelyapti. Kimga mana shunaqa qo'lda ishlaydigan instrumentlar kerak bo'lsa, bog'dorchilik uchun qaychilar, mana toq qaychilar, uzun qaychilar, kaltasi, arralar, bunaqa instrumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, yaxshigina assortimentda bor. Boltalar grammi bilan Xo'p, bu boltamiz materiali lakirovniy temir. Dastasini ichida o'zini temiri bor va mana rezina qoplangan. Bu qo'lingizga vibratsiya bermaydi, ham sinib ketmasligiga 1 yil kafolati bor. Agarda sinib ketadigan bo'lsa, qanaqadir udar natijasida mana shuni 1 yil davomida biz almashtirib beramiz, muammosi yo'q. Firmasi Vatfo. Bu firmani bemalol internet orqali qidirib topsangiz ham bo'ladi. Internet orqali qidirib topadigan bo'lsangiz, ko'rasiz, guvoh bo'lasiz. Bu yevropeyskiy firma. Уже premiumga yaqinroq, standart lyuksdan balandroq brend. Mana shu hamma turdagi asbob uskunalari qo'lda ishlovchilar uchun mavjud. Xo'p, do'konimiz manzilini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, do'konimiz Bravoni Ivanovskiy Zapchast bozoridan kelishingizda yangi qurilgan Bravo Cake'ni yonidagi do'kon. Bu do'koni Shlanka magazinning yonida. Juda ko'plab Jizzaxda yo'q, siz qidirib yurgan Toshkentdan yoki boshqa joydan zakaz qilmoqchi bo'lgan asbob uskunalaringiz shu yerda bor.